Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Amerikadan hammalaringga alangali salomlar. Bugun bizni podkastimizni 3-epizodi. Xush kelibsizlar. Uzr, ozgina cho'zilib ketdi. Ishlar ko'payib ketib, men oxir oqibat mana vaqt topdik. Bugungi podkastimizning asosiy mavzusi NCLEX to'g'risida, shu imtihon to'g'risida gaplashmoqchimiz. O'zi bu NCLEX nima, u nima uchun olinadi, qanaqa savollar bo'ladi ichida, necha marta olish mumkin, qayerda olish mumkin, shunaqa savollarga javob berishga harakat qilamiz. Ko'pchilikni talablariga binoan bugungi nimamiz qurildi-da, bag'ni olib tashlaymiz. Masanga nima boltakashmanmi? Senga life yaxshi edi. Life ham qilaymi? Yo'q, endi iloji yo'q, bo'ling, gapiring. Xullas, birinchi savol Akmal aka, NCLEX o'zi qanaqa imtihon? Shu doim NCLEX deb yozilsa nima ekan deb o'ylardik. Shu podkastimizni qilish jarayonida o'qib beraman, chunki eslab qololmayapman. NCLEX stands for deydi-ku, National Council for Licensure Examination. Oddiy qilib aytganda, shu lisens yoki huquq prava olish uchun topshiriladigan imtihon hisoblanadi. Masalan, siz maktabni bitirib hamshira bo'lsangiz, Amerikada bu degani borib hamshiralik qilishga huquqingiz yo'q hali. Chunki litsenziya olishingiz kerakda. U siz o'sha ishga loyiqmisiz, o'sha test siz ko'rsatadi. Shu loyiqligingizni, bilimingiz yetarli darajaligini ko'rsatadigan imtihon hisoblanadi. Shu endi kasallarni nima deydi, safely kasallarga to'g'ri hamshiralik qo'lingizdan keladimi yo'qmi, qo'pol qilib aytganda. Shu yana ko'pchilik shuni tushunish kerakki, NCLEX bu imtihon faqat bilim emas, shunaqa savollar bo'ladiki, umuman maktabda o'rganmagan savollaringiz uchraydi. Qachon siz har bitta savolga to'g'ri javob berishni boshlasangiz, savol darajasi oshib boraveradi. O'shaning uchun shunaqa savollar bo'ladiki, siz hayotda eshitmagan kasalliklar, dorilar ham bo'lishi mumkin. Bu degani sizni yiqitish emas, lekin bu imtihon shunaqaki, safety deydi. Va o'zbekchasidagi shu kasalni siz qaraganingizda o'shanga zarar keltirmasdan shu hamshiralik qilishni ko'rsatadigan testda bu. Safetyni bilmay yasaganmiz, Ko'pchilik chunki bizni maktabda ham o'rgatishmaydi. Nimaga hali u hech kim ko'pincha gapirishmaydi shu to'g'risida. O'shanga shunaqaki, siz safetyni bilishingiz kerak. Safetyni yaxshi bilsangiz, o'sha bilmagan savolingizga shu qaysi biri safe bo'ladi, ehtiyotkorlik bilan zarar keltirmaydigan darajadagi hamshiralikni tanlasangiz, o'sha savol ko'proq to'g'ri chiqadi. To'g'ri. yana ko'plab kelgan savollardan bittasi, siz qachon imtihon topshira olasiz? Qachon shu imtihonga registratsiya qilib imtihonga o'tirishingiz mumkin? Maktabni bitirishingiz bilanoq shu pulini to'lab, kamida $200 shtatga bog'liq, qaysi shtatda topshirishingizga plus minus ozgina qo'shilishi mumkin. Shu pulini to'laysiz, keyin maktabingiz sizni diplomingizni o'sha muassasaga jo'natadi. NCLEX oladigan korporatsiya nima deyishadi?
shu ularga jo'natadi. Ular shu ko'rib chiqib, sizni diplomingiz tasdiqlansa, haqqoniyligi, undan keyin siz bemalol topshirishingiz mumkin. Keyin bitta narsani jicha Mhm. aytib ketay. Maktab deganda Akmal aka endi o'rta maktabni bitirib, universitetga kelib, bakalavr olib, nursing hamshiralikni bitirgandagi maktabda aytyapsiz, to'g'rimi? endi shu kollejni Mm. bitirganingiz. Endi u bakalavr bo'lishi shart emas, chunki hozirgacha associate'dan nima deydi, hamshiralik Amerikada bor. Hamshira associate'likni topshirib turib, Mhm. NCLEX'dan bemalol Mhm. kirib topshirishingiz mumkin. Keyin gospitalga ishga kirsangiz, keyin gospital sizga majburlaydi bakalavr olishga. Bakalavrni ishlab turib, onlayn darslar olib, shuni associate'ingizda 2 yilda, 1 yil, 2 yilda programmalar bor. Mhm. O'shani onlayn bakalavrga o'zgartirishingiz mumkin. Yana nimasi zo'r, shu ishxonangizni o'zi qoplaydi sizni bakalavrga boradigan Albatta. o'qishingizni qimmatlarini. Ko'pchilik sekin oladi, chunki menimcha bir yilda mani eshitishim bo'yicha bizni ishlaydigan больницада $5000 beradi. Ular bitta yo ikkita yo uchta klass olishadi, sekin bitirib borishadi. Shu programmada kirdingizmi, o'sha hisoblanadi. Shu 2 yil ichida programmani bitirib bakalavr olishingiz shart hisoblanadi. Ham ixcham bo'ladi. Qaysi ma'noda siz optingiz oshishni boshlaydi. Masalan, bakalavrda o'qiyotganingizda hali osmondan emas, o'sha bilasiz savollarga javoblarni. To'g'ri. O'qishingiz ham osonroq bo'ladi. Nima yana NCLEX imtihonini yurtdoshlarimiz so'rabdi, diplomsiz olsam ham bo'ladimi deb. Albatta yo'q. Diplom bo'lishi shart. Diplomsiz unaqa nimaga darajadagi litsenziyaga sizni yaqiniga ham qo'ymaydi. To'g'ri, qo'shilishaman. Diplomingiz bo'lishi kerak. Shuning uchun diplom, yana aytib borgandek, associate, kamida associate, masalan, ko'p Amerikada yashovchi muxlislarimiz biladi, community college deydi. O'sha CC deyiladi, community college'da. Shu CC'da ko'p CC'larda shuni programma bor. Bemalol kirib, nima deydi, nursingga o'qiydigan programmalar bor. 1 yilmi, 2 yillik programma, 1,5-2 yil. 2 yillik. 2 yillik programma. Unda ham prerequisitlarni olishingiz kerak. Biologiya, shunaqa fanlar. Albatta. Agar siz O'zbekistondan kelgan bo'lsangiz, biologiya, kimyo darslarini olgan bo'lsangiz, 5 yildan kam bo'lmasa, 5 yildan uzoq bo'lmagan bo'lsa, ular o'sha biologiya, kimyo darslari nimalaringizni kredit qilib oladi. Agar o'tib ketgan bo'lsa, unda qaytadan olishingizga majbursiz. O'zi situatsiyamiz shunaqa bo'lgan. Chunki men bitirganimga ancha yil bo'lib ketgan edi kelganimizda. O'shaning uchun anatomiya, fiziologiya, biologiya, kimyo hammasini boshqalardan olgan edik. Endi Akmal akaning situatsiyasida Akmal akani diplomi, bakalavr diplomi nimada bo'lgan, biznesda bo'lgan. O'shaning uchun nursingga kirganda butun hamma o'sha prerequisite klasslar boshqalardan olgandi. Sizdan bilali mikrobiologiyalar hammasi. Biologiya hayotda olmaganman. Shuning uchun qaytadan hammasini olgan. Eslayinda bo'lsa, oldingi podkastda gapirganmiz. Hali nima deydi, bushmatgacha o'qiganmiz. Biologiya, matematikani shu algebra darajasigacha bilsangiz yetadi. Yana uni nima deydi, o'qigan muassasangizda olgan bo'lsangiz, даже kerak emas uni qaytadan o'qish. Albatta. Endi bizni podkastimiz asosiy
O'zbekistonda diplomi bo'lib turib, Amerikaga kelganda evaluatsiya qilib, hamshiralikka ishga kiraman deganlarga moslashgan. Lekin traditsionniy yo'lda boraman desangiz, masalan, Akmal akada hech qachon bo'lmagan meditsina backgroundi. O'shaning uchun biznes bakalavrlarini Amerikada shunaqa zo'r nimasi bor, ko'p aytib o'tganmiz. Accelerated nursing programmalar bo'ladi. Tezlashtirilgan hamshiralik programmalari. Ularda 3 yilda emas, 1 yilda bosib o'tasiz. Lekin aytganimdek, evaluatsiya qilib, kerakli anatomiya, fiziologiyalarni olib bo'lganingizdan keyingina ariza topshirib, programmaga kirib, muvaffaqiyatli bitirib, keyin NCLEX topshirasiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz hali ham so'rashadi. Mana shu kelgan savollarni menimcha 60% NCLEX imtihoni topshirish uchun ingliz tilim yaxshi bo'lishi kerakmi? Qaysi darajada bo'lishi kerak deb so'rashibdi. Nima deysiz Dali? Bilasizmi, qanday desam bo'ladi? Hamshira bo'lib ishlashda, masalan, esingizda bo'lsa, ko'rgan bo'lsalaring, Filippin do'stimni ishxonadagi intervyu qilganimda o'sha aytib o'tdi. Shtatdan bog'liq nima ishlashga demoqchiman. Ingliz tilingiz shu zo'r bo'lishi kerak emas, lekin tushuntira olishingiz kerakda. Masalan, sizdan so'rashsa, qanaqa dori, masalan, kasalingiz kasal bo'lib qolsa, yo bu nimasi o'zgarib qolsa, davleniyasi oshadimi, qoni tushib ketadimi? Shu nima deydi, tez orada siz doktorga xat yozishingiz kerak. Keyin u xatdan javob keladi. Tushuntira oladigan darajada bo'lishingiz kerak. Bu degani endi ingliz tilim rosa ham grammatikasi zo'r bo'lishi kerak degani emas. Lekin tushuntira olishingiz kerak. Albatta, evaluatsiya qilishingiz uchun menimcha IELTS topshiriladi. 7mi? 7mi? Menimcha har bir universitetda o'zini raqami bor, lekin ko'pincha eshitishim bo'yicha 6dan tepa, 6,5dan tepa. Universitet emas. IELTSda nima qilasiz-ku, evaluatsiya qilasiz-ku, diplomingizni. Lekin baribir ham har bitta universitetda o'zini talabi bor-da. Siz hozir nomeriga. Ular universitetda o'qib bo'lishgan-ku. Hozir universitetda gapiraylik. Yo bir narsa. IELTS darajasi har bitta kirmoqchi bo'lgan universitetingizga bog'liq. Never mind. Axir hozir o'zingiz aytdingiz-ku, diplomda evaluatsiya qilish. Shu nima, Filippin do'stimiz aytgandek, 7 IELTS kamida 7 bo'lishi kerak, shunaqa dedi. Endi qancha yaxshi bilsangiz, albatta zo'r bo'ladi. Endi masalan, ingliz tilingiz darajasi shunaqada bo'lishi kerakki, o'tirib NCLEX imtihon topshirayotganingizda, chunki u NCLEX imtihoniga tayyorlayotganingizda yodlab ololmaysiz. Savollar hech qachon qaytarilmaydi. U situatsiyani tushunishingiz kerak. O'qiganingizda yana hali umumiy ma'lumot aytib o'tmadik. Shu NCLEXga o'zi 5 soat vaqt beriladi. Hammasi bo'lib 75 tadan 145 tagacha savol bo'ladi. Har bitta savolga 1 minut ketadi. Sizdan 1 minutda savolni o'qib, o'sha javobini topishingiz kerak. 1 minut vaqt ichida o'sha savolni mazmunini chaqib javob berishingiz kerak. Menda masalan topshirganimda nimada qiynalganman? Shunaqa so'rashadi-da. Qaysi savol noto'g'ri deb so'raydi. To'g'ri emas, qaysinisi noto'g'ri deydi. Bu degani 4tasi, 3tasi to'g'ri, bittasi noto'g'ri. O'shunda ham gangish bo'ladi-da. Ingliz tilida uni ochiqchasiga so'ramaydi-da, shunaqa chiroyli qilib qog'ozlarga o'rab uni chaqishingiz kerak-da. O'shanga ingliz tili o'qish, tushungan inson oson topshiradi. Endi mukammal bo'lish kerak desak, adashmasak kerak-a? Mukammal bo'lish kerak, albatta. Siz
masalan o'zingiz ham o'ylang, ota-onangizmi yo qarindoshingiz bir ingliz tilini, o'zbek tilini bilmaydigan bir hamshira qarasa sizga qanday o'zingizni his qilasiz? To'g'ri. O'zingizni bir qo'yib ko'ring-da o'sha situatsiyaga. Savollar bormi? Keyingi savolni o'qisam, NCLEXga tayyorlanishning eng yaxshi usuli. To'xtang, men bu savolni o'qiy birinchi. O'zbekistondan turib bu imtihonni olsa ham bo'ladimi? O'zbekistondan turib ham NCLEX Yo'q, bu topshirsa onlayn imtihon emas. O'zbekistonda bunaqa NCLEX topshiradigan imtihon topshiradigan joy yo'q. O'shuning uchun menimcha eng yaqini Turkiya yoki Hindiston. Hindiston yoki Turkiya. Chunki u Pearson Testing Center bo'lishi kerak. Chunki testlarni National Council of State Board of Nursing beradi. Ularni nimalari, test topshiradigan sentrlari faqat shu Pearson test centerlar bo'ladi. Ular o'sha Ofitsialniy joyda topshirish kerak. Afsuski, hozircha bizda O'zbekistonda yo'q. Ilgari otam zamonda bu testni 2 kun topshirishgan qog'ozda. Keyin biz kelganimizda 265 ta savol. Mana hozir 145 ga tushdi. Ko'pchilik hozir masalan yangi topshirib kelganlardan so'rasam, ancha yengil ilgarigidan ko'ra. Nimaga desangiz, masalan bizda yo to'g'ri javob berasiz yo noto'g'ri. Yo 5 olasiz yo 0 olasiz. To'g'ri. Hozir esa nima deydi? Ma'lum qismda o'sha javob bergan savolingizga noto'g'ri bo'lsa ham kredit beryapti. O'sha masalan 5 bermasa ham 1-2 beryapti. Chunki NCLEXda 5 ta savol, bitta savolga 5 ta javob bo'lsa, 5alasidan bittasi noto'g'ri bo'lishi mumkin. 4 tasi hammasi to'g'ri, 4 tasi. Lekin siz eng to'g'risini, eng safetysini tanlashingiz kerak. Nima shu 2023-yildan beri yangi Next Generation NCLEX deyishyapti hozir. Shunaqa deb nom berilgan. O'sha aytib o'tgandek boshida 75 tadan 145 tagacha, u ilgari 75 tadan 256 tagacha edi. Shu ezilib ketardingiz kun bo'yi. Hozir yaxshi qilib qo'yishibdi. Keyin nima afzalliklari borki, esimdan chiqib qoldi nima demoqchi bo'lganim. Afzallik nimada afzal? NCLEX topshirishda afzalligini nima? Nima clarification qilmoqchi edim sizni gapingizni. Partial credit beradi dedingiz-ku. Hozir Akmal aka aytib o'tdilar, ba'zi savollarga oldin 0 bergan bo'lsa, hozir sizga hech bo'lmasa yarimta kreditini beryapti deb. Oldinlari masalan har xil savol turlari bo'ladi. Shunaqasi bo'ladiki, savolni beradi, keyin aytadiki, shu savolga javoblaringni pastdan tanla deb aytadi. Balki ular 4 ta qo'ygan bo'lishi mumkin, 2 ta qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin siz o'shani bir donasini topgan bo'lsangiz, oxirida ularning adaptiv prosesslari o'shini protsentini chiqarib sizga plus bo'ladi. Biz paytda unaqa bo'lmagan. U agar hammasini topmagan bo'lsangiz, u savol ketdi hisoblanardi. O'zgarishlar yana 75 ta nimaga 75 tadan 145 tagacha deyapmiz? Bu NCLEX testi o'zi adaptirованный test hisoblanadi. Nima? Sizni bilimingiz darajasiga qarab adaptatsiya qiladi. Agar siz Akmal aka aytdilar-ku, rosa yaxshi topaversangiz, sizga qiyin savollar berilaveradi. Shu 75 tagagacha kompyuter o'zini xulosasini chiqarib bo'ladi siz haqingizda. To'g'ri, bu kandidat savollarga to'g'ri javob beryapti. Ularga prava bersa, berishga loyiq deb 75 tada testingiz to'xtaydi, o'tib ketasiz. Lekin men testimda 75 tada to'xtaganman.
to'xtab turib shu 2 sekundga rosa xursand bo'lganman. Undan keyin to javob chiqquncha 3 kun depressiyada bo'lganman. Chunki 75tada beaql bo'lsangiz ham to'xtaydi. Shunaqasi ham O'shanisi bo'ladi. judayam opasniyda. Oldin 75tada shunday kompyuterim nima to'xtasa xursand bo'lib ketdim 2 sekunddan keyin voy dedim, shunaqam yomon qildimmi? Yiqilgan bo'lsamchi endi. Agar kompyuter hali ham tushunmayotgan bo'lsa, oxirigacha o'sha bir o'zi 45 tani hammasini topshirishingizga to'g'ri keladi. Albatta. Keyin yana demoqchi edim, 145 tami? Savol, masalan, yiqildingiz deylik-a. Yiqilganingizdan keyin 45 kundan keyin qaytadan yana topshirish huquqingizga ega. Keyin shtatga menimcha bog'liq. Bizni shtatda maksimum bir 3 marta topshirasiz. 3 martadan keyin sizni qaytadan o'qish majmuasiga ham yo onlayn dars olishingizga majbur qilishadi. Shu o'tgan bakalavr olgan yo associate nursing olgan klasslaringizni qandaydir nima deydi, qaytadan qisqa vaqt ichida yana bir qayta o'qib chiqishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun albatta ikkinchida 2-3 ta уже o'tishingiz shart-da. O'tmasangiz, menimcha boshqa topshirmaganingiz ma'qul. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Chunki nima deydi, bu ko'rsatadiki, siz bu sohaga tayyor emasligingizni nimasi dalolati bo'ladi. Yoki bo'lmasam, qanday qilib tayyorlanayotganingizni o'zgartirishingiz kerak. Masalan, men doim aytaman, bolalarimga ham aytaman, oddiy testda ham test topshiryapsiz, topshirdingizmi, o'talmadingizmi, nimalar qiluvdingiz o'tgan safar tayyorlangani, qaysi resurslardan foydalanganingiz, balkim o'zgartirishingiz kerakdir. Shu jumladan aytib ketaylik. Ko'pchilik so'rabdi-da, qanday qilib tayyorlanish kerak, qancha ko'p o'qish kerak, qachon o'zingizni tayyor deb his qilasiz? Endi sizda bo'lsa, biz mayda bitirdik-a. Mayda bitirganmiz avgustda oxirida. Mayda oxirida bitirib, yo'q, iyulda topshiruvdik. Iyulda. May, iyun, iyul. O'qishdan keyin cho'zmaslik kerak. Qancha cho'zsangiz o'zingizga zarar. Shuning uchun shunaqa Amerikada programmalar bor. Sotib olasiz onlayn. Biz qaysini sotib oldik? Biz Kaplandan Kaplanni qilganmiz. Men esimda bitta xonaga 2 kunmi, 3 kun edi xolos. Nima? In class tayyorgarlik. Onlayni bor edi. Kelvinga bordik. Esimdan chiqibdi. Kelvinga 2 kunmi, 3 kun bor. In person, keyin online. Onlayni ham bor edi. O'shani o'rgatadi, keyin o'zlarini savollari bor, bazasi. Juda yordam beradi, chunki o'tirib siz xuddi NCLEX-daqa topshirayotgan bo'lasiz. Keyin nimasi yaxshi, oxirida javoblarni ochib ko'rasiz-da. Keyin to'g'ri qaysinisi to'g'riligini, nimaga u to'g'riligini sizga tushuntiradi-da. Keyin o'sha yerda siz shunga ekanda deb shunaqa nima deydi, o'z strategiya boshlanadi. Sizga o'shanaqa programmalar bilinmas strategiyani o'rgatadi, to'g'risi aytganda. Chunki siz уже maktabni bitirganingizdan keyin siz bilimingiz yetarli darajada. Endi siz o'sha NCLEX topshirayotganingizda strategiyasini bilishingiz kerak. Qaysi savolni to'g'ri javob tanlashda strategiyasini o'rganishingiz kerak. Agar o'sha strategiyani zo'r bilib olsangiz, keyin murakkab test bas. To'g'ri. Keyin menimcha ko'pchilik so'raydi, qaysi resursni tavsiya qilardingiz deb. Xuddi Akmal aka aytgandek, Kaplan, menimcha faqat Kaplan'da strategiyani rosa katta urg'u bergan.
rosa katta urg'u bergan. Keyin yana boshqa resurslar ham rosa yaxshi. Masalan, YouWorld'ni rosa ko'p maqtashadi, chunki savol banki judayam katta. Chunki har kuni endi imtihon o'qishingiz tugatgandan keyin sizni maqsadingiz shu imtihonni o'tish. O'shaning uchun balkim bir 5 kun dam olib, keyin srazu darhol tayyorgarlikka kirishishingiz kerak. Har kuni biz esingizda bo'lsa, dali oldin o'qir edik, leksiyalarni eshittirardik, keyin har kuni 100ta savol qilardik. Keyin o'zingizni haftani oxirida bir marta soatga qo'yib turib 145 tani hozirlarda nimalaydi, 145 tani necha minutgacha bo'lyapsiz, o'shani tekshirishingiz shart. Chunki o'shanga qarab tezligingizni moslashingiz kerak. Albatta, o'shalar esimdan chiqib qolibdi. Kuniga 100ta savol, kamida 100ta savol topshirardik. O'tirib turib, har bitta savolni noto'g'risini ham chaqib chiqardik. Nimaga Nimaga noto'g'ri? noto'g'ri? Ya'ni 100ta savolga kamida 4-5 soat vaqtingiz ketadi. Bunga juda jiddiy qarash kerak. Shu nima deydi, kamida 1 oy, 2 oy faqat xayolingizda shu imtihon bo'lishi kerak. To'g'ri qo'shilishaman. Chunki maqsadim shuda, endi imtihondan o'tish. Iloji boricha agar distraction deydi, noises deydi ingliz tilida. Masalan, uyingizda o'sha chalg'itadigan narsalar ko'p bo'lsa, eng yaxshisi shu 1 oy ichida shu chalg'itadigan narsalardan uzoqroq yurishingiz kerak. Masalan, bola chaqangiz bo'lsa, iloji bo'lsa enasiga yo tog'a amakilariga yoki shular yordam bersa, qaragani siz o'zingiz uchun vaqt sarflashingiz kerak. Ayol bo'lsangiz, uyda ovqat bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, tozalash bo'ladi, nima deydi, mehmon keladi, shu narsalardan sal chetlanishingiz kerak iloji boricha. Chunki sizni o'sha miyangiz moslashishi kerak-da. Miya ham bir programmaga o'xshagan kompyuterdaqa narsa. Agar siz har kuni shu tayyorgarlik qilaversangiz, boshqa narsaga vaqt sarflamaysiz. Miyangiz ham shu mani asosiy zadacha ekan, shuni men qilishim kerak degan xulosa chiqaradi. Miyangiz ham boshqacha ishlaydi. Keyin masalan savollarda nima deydi, farmakologiya bo'ladi, keyin nima deydi, psychiatric savollar bo'ladi, pediatric savollar bo'ladi. Shunaqa narsalarga sizda nimani memorization bo'lishi kerak, ayniqsa farmakologiyada. Sizni antibiotiklarni turini yaxshi bilishingiz kerak, qaysinisini qachon berishdi, qaysi organizmlarga qarshi kurashadigan, masalan bittasi gram negativga bo'lsa, boshqasi gram pozitiv. Shularni yaxshi bilishingiz kerak-da. Chunki savol berganda mana shunaqa kasal bo'lib kelgan, qaysi nima deydi, antibiotikni berasan, qanaqa zarari bor, shunaqa narsalarni yaxshi bilishingiz kerak. Agar o'sha bilimlaringiz uncha ham kuchli bo'lmasa, o'sha olgan tayyorlanadigan resursingizdan o'qing. Undan tashqari biz Akmal aka ikkalamiz shu hamshiralik universitetga borganimizda Simple Nursing Dakam bor edi. Hozir yana ham rivojlanib ketibdi-da. Mike esizdami? Mike biz paytda u endi boshlayapti edi. Endi boshlagan paytlar. Hozir endi juda kuchayib ketgan. O'sha ham bitta yaxshi resurs. Chunki videolari bor, o'rgatadi. Uni ham tavsiya qilaman. Bizga yordam bergan. Chunki ko'pgina haligi murakkab temalarni hazilga olib turib tushuntirgan. Hech esimdan chiqmaydi. O'tirib imtihonda o'tirganda ham o'shani ovozini eshitardim qulog'imda. Agar o'sha savol shunaqaga o'xshagan savol bo'lsa. Esingizda bo'lsa, tetratsiklin. Tetratsiklin degani velosiped, tetratsiklin, cycling-da, endi tetratsiklin 3 g'ildirakli velosipedda ketyapti quyoshda. Og'zini ochib kulib ketyapti. Tishiga masalan nimalar yopishib qolyapti. Pashalar.
keyin quyosh nuri o'sha masalan tetrasiklinda eng katta a, side Побочный effect побочный effektlari. effektlarida quyosh mumkin emas. Keyin tish sarg'ayishi bo'ladi tetratsiklin. O'shaning uchun homiladorlarga hech qachon tetrasiklin gruppasidagi antibiotiklar mumkin emas. O'shani chunki Enclexda sizni dozasini bering, doktorlarga o'sha so'ramaydi. U nima xavfsizlik tomonidan so'raydida. O'shanga o'sha haligi videosida ko'rgan velosipedda ketayotgan bola quyosh, tish, pashsha hammasi ko'z yoningizga keladida. Keyin aytasiz, "O, savolda agar homiladorlikka qaysi antibiotikdan uzoq turishing kerak yoki nimani tushuntirishing kerak shu antibiotikni ichayotgan odamga" desa, o'sha videolar bilan zo'r ko'rsatgan. U endi hammani o'qish usuliga bog'liq. Masalan, man ko'rishim ham kerak, yozishim ham kerak, o'qishim ham kerakda. O'shaning uchun menimcha xotiramizda saqlanib qolgan o'sha. Maniki ko'proq ko'rishim kerak. Hmm. Ko'rmasam esimda qolmaydi. Yana qanaqa resurslar? Menimcha o'shalar topgan edim. Bizga Asosiy rosa ham yaxshi yordam bergan. Shu Kaplan'da ham o'qiganimizda men hech esimdan chiqmaydi. Imtihonda o'tirganimda xuddi o'sha Kaplan'da savollarni yechayotgandek bo'lganman. Juda ham один к одному haligi nimasi. Savollari bas, tipi, savollarning tipi rosa o'xshagan. Keyin ehtiyot bo'linglar yana. Ha, men Kaplan'da olamanu, har bitta savolini yodlab olib kirib topshiraman deb xom xayolga kelmanglar. U boshqa Kaplandagi ham boshqa hamma programmadagi savollar bittasi ham imtihonda uchramaydi. Chunki ular o'zi ishlab chiqqan, o'zini bazasida Enclexga moslab turib qo'ygan. Lekin Enclex hech qachon Kaplandikini yo Simple Nurse ulardikini ishlatmaydi. Shunga hali tushmanglar yana. 500 ta savol bor ekan, hozir o'tirib olib hammasini yodlayman, o'taman, o'tmaydi. Sizlar bilishlaring kerak strategiyasini, nima uchun so'rayotganligini. 100% qo'shilishaman gapingizga. Yana yozib olgan savollarimni o'qiyapman. По-моему, savollar tugab shekilli. Tugabdimi? Endi yana nima qo'shsak bo'ladi? Endi shu tayyorgarlikda yana bir nimasiki, erta vaqtida turib, vaqtida yotish bir xil vaqtda. Eng zo'ri meni psixologiya o'qituvchim psixologiyadan dars o'tganimda aytganki, imtihonni topshirishda eng zo'r yo'li vaqtida uxlash, vaqtida turish. Bu degani nima deydi? Shu qancha sizga kerak? Kimdir ayrim odamlarga 5 soat, 6 soat uxlasa yetadi. Men uchun masalan kamida 7 soat bo'lishi kerak. 7,5-8 soat uxlasam, men juda yaxshi his qilaman o'zimni. Shunaqa vaqtda uxlab turib, vaqtda uyqungizga to'yib tursangiz, keyin bu orada yana yaxshi ovqat yeyishingiz kerak. Qaysi vitaminga boy ovqatlar. Plus buni ustiga yana ozgina sportni ham qo'shishingiz kerak. Chunki biz maktabda Majdaxon bilan 3 yillik programmani 1 yilda o'qiganmiz. Amerikada yashovchilar biladi. 25 ta kredit. Yo'q, 26, 29. 26 dan 29 kredit dars olardik semestrda. Hozirgi oddiy o'qiyman desangiz, yoshlar 14 ta. Bu degani biz 2 baravardan ko'p klasslar olganmiz. Masalan, har hafta asosiy imtihonlar bo'ladi. Har bitta klassdan. Bu degani bir haftada o'rganishdan tashqari yana 5 ta kamida imtihon topshirardik. Ikkalamiz tomimiz ketmasligi uchun qo'pol qilib aytganda sport zalga borishni boshlaganmiz. Ishonsangiz, masalan, imtihondan chiqardik. 3 soatdan keyin yana imtihon bo'lardi. O'shaning ichida iloji bo'lsa
1 soatmi 2 soat uxlab olardik. Mhm. Keyin imtihondan ikkalasidan chiqqandan keyin nima deydi, organizm nima umuman ishlamay qolardi. Xuddi haligi nima deydi, bir mashina shag'al tushirgandek. Toksinga to'lib Ha, ketardi-da. keyin borib turib uyda nima deydi, общежитиеda yotishni o'rniga borib turib, sport bilan shug'ullanardik. Haligi yugurardik, cho'milardik. O'sha bilan toksinlar, miyadagi charchoqlar chiqib ketardi. Mhm. Juda o'shanda yordam bergan. Masalan, men uchun kechqurunlari probежка qilardim, yugurardim. O'sha juda ham katta yordam bergan menga. Hali diqqatingizni jamlagani ham yordam beradi. Keyin odamzod stress bo'lganda har xil toksinlar, nimalar shu sport qilganda chiqib ketadi. Am, Keyin yana bitta tip uni ustiga imtihoningizdan bir kun oldin uxlang. Yaxshi dam olib, Mm. kuningizni yaxshi o'tkazing. Am, Hali extraordinary narsalar qilmang albatta, lekin am, hech nima qilmang, o'qimang, chunki bori endi bo'ldi. Ha, miya dam olish kerak. Bir kun Mm. imtihon topshirish kunidan oldin man o'rganadiganingizni o'rganib bo'ldingiz. Endi dam olish, miyaga dam berish kerak. Mhm. Shunaqa har xil strategiyalar borda. Masalan, bir narsani o'rganish uchun buni miyaga qaytarishingiz kerak. Masalan, bitta narsani bir marta qaytardingizmi, keyin kunni o'rtasida yana bir marta qaytarishingiz kerak. Keyin kechqurun o'sha narsani yana o'zingiz imtihon qilishingiz kerak. Keyin ertalab turganda turishingiz bilanoq betingizni yuvmay turib o'sha savollarga yana bir qator o'rganishingiz kerak. Strategiya ko'p. Hammaga har xil strategiya yordam beradi. Bir kishiga bitta strategiya hammaga ishlamaydi. O'zingizni strategiyangizni topib olishingiz kerak. Qaysi sizga ko'proq yordam berayotganligi. Keyin bizda yana shunaqa nima bo'lardi, soat qo'yib qo'yardik. Mm. Masalan, To'g'ri qo'ying. aytdik 1 soat tinmay dars qilardik. Kitob o'qirdik, keyin yozgan narsalarimizni qaytarardik, yo imtihon savollariga javob berardik. 1 soat keyin budilnik jiringlardi. 10 minut ikkalamiz bizga yoqqan narsa ko'rardik. Masalan, Majudaxon serial ko'rardi 5 minut. Mm. Men masalan YouTube'ga kirib bir narsani muzika eshitarmidim, esimda hozir yo'q. Mhm. Bir narsani eshitib, hali umuman nimaga bog'liq emas edi darsimiz. Развлекательный narsani 5 minut, 10 minut ko'rardik, yana budilnik Mm. jiringlardi. To'g'ri. Keyin yana qayta o'qirdik. Chunki miyaga dam berardik shunaqa qilib. To'g'ri. Rosa qo'shilishaman, chunki bu kerakli narsa. Miyani saqlab qolish qobiliyati borda. Qaysidir miqdorda capacity deydi-ku. Capacity oshib ketsa, u turmaydi baribir esingizda. O'shaning uchun bizga zo'r ish bergan. Hmm. Ha, bitta savol o'tkazib yuboribman. Ekan. New Yorkda license olsam, Ha. NCLEX topshirib, Ohioga kelsam transfer qilsam bo'ladimi debdi. Endi masalan, imtihonga o'tirdingiz, u farqi yo'q. Alyaskada ham olsangiz, Yaponiyada ham olsangiz farqi yo'q. Faqat o'sha imtihonga o'tirishingizdan oldin sizga qaysi shtatga ma'lumot beraylik degan joy bo'ladi. O'shanda men paytda ikkita edi. Ikkitamidi? Esimda yo'q ekan Bitta yo ikkita shtatni tanlaysiz. Masalan, siz hozir Ohioda topshirsangiz, Michiganga kelib yo New Yorkda ishlayman desangiz, New Yorkka shu imtihonimni nima bergin deysiz. Rezultatini ber deysiz. O'sha rezultat to'g'rima-to'g'ri New Yorkka boradi. Keyin siz New Yorkda litsenziyasini olasiz. Mhm. Lekin Ohioda bo'lsangiz, Ohio juda katta nimasi bor, imtiyozi bor. Chunki nima deydi, litsenziya hozir masalan nechta shtat? Bir 20-30 tami, 40 ko'rinchi onlaynda. Compound
compound shtat bo'ladi. Bu compound degani Ohioni litsenziyasi bilan kamida 30 ta 40 ta shtatda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Masalan, unga New York kirmaydi. Bir bo'lsa Filadelfiya qo'shildi, Pensilvaniya. Manimcha to'g'ri aytyapsiz. Pensilvaniya qo'shildi. Michigan ham qo'shilish arafasida, lekin hali ham qo'shilgani yo'q. Chunki bitta litsenziya bilan bemalol 30 ta 40 ta nechta. Manimcha noto'g'ri. How many states in compound? Manimcha 30 ta 40 ta shu Guinness qonuni. Uning ichida Kaliforniya qo'shilmagan, Florida qo'shilmagan, New York qo'shilmagan, Chicago. U degani ularga alohida litsenziya olishingiz kerak. Har 2 yilda ularni pulini to'lab, yangilab turishingiz kerak. Har 2 yilda 41 ta ekan. 41 ta. 41 ta, 11 tasi qolibdi xolosda. Yo'q, 41 ta bo'lsa 10 ta shtat qolibdi xolos. Bu ham menimcha yana bir 10-15 yildan keyin ham bu bitta litsenziya bo'ladi. Chunki juda ham bir ajoyib. Chunki bitta Amerika-yu shtatlar alohida davlatga o'xshab o'zlarini organlari borda. O'zlarini regulyatsiyalari har xil. Katta rahmat Akmal aka. Sizga ham rahmat Majdaxon. Chiroyli nima deydi, takliflar uchun, maslahatlar uchun. Iltimos yozilinglar. Masalan, YouTube hozir mana kanalimizda uncha prosmotrlar oz. Lekin nima deydi, Instagramimiz yaxshi ketyapti. Iltimos shu YouTube'da ham qo'shilinglar, tugmachani bosinglar, subscribe bo'linglar. Bizga nima deydi, yana ham qandaydir kuch-quvvat beradi, ko'proq ishlar. Chunki bu hozir qilayotgan ishimiz bu hech qanaqa bizga daromad keltirmaydi. Nabarot vaqt sarflash kerak. Motivatsiya kerakda. Sizlar ko'proq ko'rsalar ham biz undan motivatsiya olib, yana ham yordam berishga harakat qilamiz. Kimda kim shu Amerikaga evaluatsiya qilib kelmoqchi bo'lsa, iltimos bizga to'g'rima-to'g'ri chiqinglar. Diplomlaring bo'lsa, biz shu diplomlaringni evaluatsiya qilib berishga yordam beramiz. Evaluatsiya qilgandan, diplomingiz o'tgandan keyin siz qonuniy Amerika davlati siz ishlash huquqingiz bor desa, undan keyin siz ingliz tilini, boshqa narsani qattiq tayyorgarlik qilishga sizda ham motivatsiya ochiladi. Shuning uchun sizlarda agar shunaqa diplomlaring bo'lsa, kelmoqchi bo'lsalaring, iltimos bizga chiqinglar. Biz sizlarga shu diplomlaringni evaluatsiya qilishga yordam beramiz. Bizning asosiy maqsadimiz shu O'zbekistondan ko'proq hamshiralar, doktorlarni olib kelib shu yerda ish bilan ta'minlash. Undan tashqari Amerikadagi o'zimizning yurtdoshlarimiz oldinda hamshiralik yoki doktorlik bilan shug'ullangan, lekin hozirda kelib Amerikada boshqa sohada ishlayapti, lekin qaytib yana tibbiyotga kiraman deganlar bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Agar siz birontani tanisangiz, shu videoni yaxshi ko'rsangiz, ularga jo'natib qo'ying. Kattakon rahmat e'tiborlar.